Bu yoqlarga samolyotlar qo'nmaydi, borib bo'lmaydi dedi, kelmasin, kelmaydi degan maqsadda. Ular mehmonlar ko'zga yosh oldi deydi. Samolyot bormasa poyezd boradimi? Xaritadan ko'rsating, bir oy vaqt ketsa-da piyoda boraman. 4 kecha 4 kunduz poyezd olib kelar ekan. Bu joy ta'mir bo'lar ekan. Obod bo'lmadimi? Kechasi olib kirar ekan, suvkarni ko'chadan yalangay holatda keldi. Buxoriyga hurmat, hadisga muhabbat, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga muhabbat edi. Qarangki 15 minut ruxsat bergan. Yarim tun olib kelganki xarobalikni ko'rmasin. Ular kelishadi, qabr yoniga keladi, 15 minut emas, 10 soat qolib ketdi. Sham yorida Qur'onda xatmoni qildi. Tong yorishib ketdi, ko'rsa hamma joy xaroba. Yig'ladi musulmonlar, bu zot Imom Buxoriy bu. Dunyo izlab tursa-da hokimni xor qilsalar, kerak bo'lmasa menga beringlar yoki menga sotinglar. 1 kilo tuprog'iga 1 kilo tullo beraman. Kovlab olaman, tonna tullo berib, diyorimga olib ketib masjid quraman. Har kuni haqqiga duo ruxsat bo'lsin, bersin deganda o'sha mutasaddilar Ziyodning qori boboxon Eshonbo ular nima deyishdi? Biz kelajak avlodga nima deymiz? Shundolar ehson qilishdiki, bizni ham hissamizni qo'shing. Qarab qo'ying, endi dunyo musulmonlari keladi. Jannatdagi qasr nasibini deb ehson qiladi. Mana azizlar, bugungi kunlikda muhtaram yurtboshimiz tashabbus bilan obod bo'lib, o'tish to'g'rida juma o'qib duo qilishlik sizlarga nasib. Bu dargohda ziyorat qilgan har bir inson tom ma'noda baxtiyordirlar. Kelinglar bir duo qilib qo'ying. Bu yoqlarga samolyotlar qo'nmaydi, borib bo'lmaydi dedi, kelmasin, kelmaydi degan maqsadda. Ular mehmonlar ko'zga yosh oldi deydi. Samolyot bormasa poyezd boradimi? Xaritadan ko'rsating, bir oy vaqt ketsa-da piyoda boraman. 4 kecha 4 kunduz poyezd olib kelar ekan. Bu joy ta'mir bo'lar ekan. Obod bo'lmadimi? Kechasi olib kirar ekan, suvkarni ko'chadan yalangay holatda keldi. Buxoriyga hurmat, hadisga muhabbat, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga muhabbat edi. Qarangki 15 minut ruxsat bergan. Yarim tun olib kelganki xarobalikni ko'rmasin. Ular kelishadi, qabr yoniga keladi, 15 minut emas, 10 soat qolib ketdi. Sham yorida Qur'onda xatmoni qildi. Tong yorishib ketdi, ko'rsa hamma joy xaroba. Yig'ladi musulmonlar, bu zot Imom Buxoriy bu. Dunyo izlab tursa-da hokimni xor qilsalar, kerak bo'lmasa menga beringlar yoki menga sotinglar. 1 kilo tuprog'iga 1 kilo tullo beraman. Kovlab olaman, tonna tullo berib, diyorimga olib ketib masjid quraman. Har kuni haqqiga duo ruxsat bo'lsin, bersin deganda o'sha mutasaddilar Ziyodning qori boboxon Eshonbo ular nima deyishdi? Biz kelajak avlodga nima deymiz? Shundolar ehson qilishdiki, bizni ham hissamizni qo'shing. Qarab qo'ying, endi dunyo musulmonlari keladi. Jannatdagi qasr nasibini deb ehson qiladi. Mana azizlar, bugungi kunlikda muhtaram yurtboshimiz tashabbus bilan obod bo'lib, o'tish to'g'rida juma o'qib duo qilishlik sizlarga nasib. Bu dargohda ziyorat qilgan har bir inson tom ma'noda baxtiyordirlar. Kelinglar bir duo qilib